qanday qilib mana shu sohaga kirib qoldinglar shunga? Sohaga qanday kirganmizmi? Sohaga kirishimiz ham ajoyib bo'lgan. Birinchi, endi Majnuxon yoshligidan o'sha meditsinani bitirib, uni passionate bo'lgan, sevgan. Meniki endi o'sha ishni yo'qotganimdan keyin qarasam ekonomika orqada. O'shada ham traktorlar boradi, nimalar, hamma qiynalgan. Meditsinada ishlaydiganlardan tashqari. Aniga men agar men o'zimni bir sohaga tashlasam, shunaqa soha nimasini tanlashim kerakki, Strategический. ekonomikaga bog'liq bo'lmasligi kerak. Hali resessiya bo'ladimi, ekonomika o'ladimi? Lekin meniki stabilniy bo'lishi kerak. O'sha sohaga o'zimni tashlaganman. Birinchi physical terapiyaga o'qiganman. Lekin shunaqa bo'lganki, ikkalamiz shunchalik ko'p o'qiganmizki, hali wishmarkgacha o'qiganman.